Sobiq er-xotin tasodifan elektrichkada uchrashib qolishdi. Ayol allaqachon ichkarida o'tirgan edi. U esa keyin kirib keldi. Qochib ketishmadi. Axir yosh bolalar emas, ikkalasi ham jiddiy, katta odamlar. Qolaversa, ajrashishlari ham tinch yo'l bilan bo'lgan. Bir-birlariga sinchiklab qarashdi. Hatto kulimsirashdi ham. Mayli, nima bo'lgan bo'lsa o'tdi, ketdi. Baribir 2 yil birga yashashgan. Erkak uning ko'rinishi yaxshi ekanligini payqadi. Albatta, yillar o'z izini qoldirgan, lekin kiyinishi har doimgidek did bilan, o'zini tutishi ham tek. Ayol esa uning sochlarining bir qismini vaqt olib ketganini ko'rdi. Peshonasidagi kallik tobora katta hududni zabt etayotgandi. Yuzi deyarli o'zgarmagan, faqat jiddiylik ko'paygandek go'yo. Erkak so'radi: "Qanday yashayapsan?" "Yaxshi", deb javob berdi u. Oddiy standart javob. "Yolg'izmi yoki?" 3 yil oldin prokurorga turmushga chiqqanman, dedi ayol. Munosib odam, jiddiy, juda ko'p ishlaydi, doimo band. Men esa uy bekasi, ro'zg'or yumushlari degandek tushliklar tayyorlayman. Gapini tugatib, unga so'roq nazari bilan qaradi. Endi navbat sizga. U ham ma'lum bo'lishicha uylangan edi. Er-xotin oziq-ovqat do'koni ochishibdi. Shuning uchun uyda ozuqa mo'l, ro'zg'or mayda-chuydalarini o'ylamasa ham bo'ladi. Xotini bir oz jiddiy, lekin ayni paytda mehribon va nozik. Ishda juda charchaydi, chunki har xil mijoz bor. Asablari tamoman charchagan. Shu sabab har yili sayohat qilishadi. Goh u mamlakatga, goh bu mamlakatga. Sukut, suhbat qovushmadi. Sobiq xotin to'satdan qaynonasi juda yaxshi ayol ekanini aytdi. Sog'ligini so'radi. "Onam olamdan o'tdi", dedi erkak. 2 yil bo'ldi. Ikkalasi ham xo'rsindi. Bir oz g'am bosdi. Erkak so'radi: "Prokuroring bilan uchrashguncha qanday yashading? Ajrashganimizga afsuslandingmi?" Ayol boshini quvnoq chayqadi, lekin keyin baribir qo'shimcha qildi: "Faqat boshida qiyin bo'lgan." Nima uchun qiyin, izohlamadi. Sobiq eriga qaradi. "Senchi?" U ham boshini chayqadi, lekin yolg'on gapira olmadi. "Juda azoblandim, lekin xotinim menga doim taskin berib keldi. Hozir yaxshi oilamiz bor, faqat bolalarimiz yo'q." Ayol tushunganday bosh irg'adi. Elektrichka perronga kelib to'xtadi. Tushishdi. Bir-birlariga qarashdi. Bosh irg'ab turli tomonga ketishdi. Erkak o'z xonasiga qaytdi. Oshxonada odam ko'p edi. Shuning uchun o'zining plitkasini yoqib, chuchvara qaynatmoqchi bo'ldi. Yo'lakda yurib, qo'shnilar bilan gaplashgisi kelmasdi. G'amni o'tkazish uchun yolg'izlik kerak edi unga. O'shanda ajrashgandan keyin yuragi qattiq singandi. Juda azobli bo'lgan. Icha boshladi. Kredit olib qarzlarga botdi. Hayoti o'lim yoqasiga kelib qoldi. Onasi chidolmadi, vafot etdi. Qarzlarni yopish uchun yashab turgan kvartirasini sotdi. Hozir o'zi kichik yotoqxonada yashayapti, lekin unga shu ham yetadi. Boshqa ayollar bilan munosabat qila olmadi. Birinchi muhabbati armonga aylangach, yuragi taqqa-taq yopilgandi. Chunki xotin u yerda abadiy yashab qolgandi. O'tirib o'yladi: nega yolg'on gapirdim? Ehtimol noqulay bo'lgani uchundir. Shu yoshga kirib yolg'iz va darbadar yashayotganidan uyalgani uchundir. Ayol ham o'z kvartirasiga qaytdi. Yo'lakda prokuror laqabli mushugi kutib oldi. Yuzchasi juda jiddiy. U ham o'yladi: nega rostini aytmadim? Odamlarda nega shunday narsa bor ekana? Samimiyatni yo'q qiladigan yolg'on va ikkiyuzlamachilikni bo'rttiradigan nimadir? Kibrmikan, taslim bo'lmaslik yoki yon bermaslik deb atalarmikan bu narsa? Yoki noqulaylik, umidsizlikmi uning nomi? Oziq-ovqat do'koni, prokuror, chet elga sayohat, baxtli uy bekasi, niqobli yolg'onlar. Aslida ikkalasi ham yolg'iz, g'amgin odamlar.
Faqat ayolga yengilroq prokuror bor, erkakda esa hech kim yo'q, hech nima yo'q. Va hech narsa qilib bo'lmaydi, chunki o'rtada devor bor. O'tmish xatolarini tuzatishga yo'l qo'ymaydigan, nomi turlicha ataluvchi devor.